Bugun sizlarga ajoyib bir gul yasashni o'rgataman. Oldida obloshkada rasmda ko'rgan bo'lsangiz kerak. Rosa ham oson. Farforimizga sariq rangga berib olamiz. Endi qaranglar. Mana bunaqa kapilka qilib chiqamiz. Mana bu uzunroq ozgina cho'pimizni olamiz. Qaranglar. Uchli qilib kichkinagina atrostikchalar qilamiz. Sizlar bilan bugun bizni magnoliya qilamiz. Uchli atrostikchalarni sariq rangda beramiz. Keyin sizlar bilan tonirovka qilamiz uni. Hammasi bir xil bo'lishi shart emas. Uchlarini dumaloq qilib sekin atrostiklarni berishni boshlaymiz. Kecha biz O'zbekiston parkiga borgandik. Juda ham chiroyli magnoliyalar ochilibdi. O'shalarni tomosha qilib, nastroyenilarim ko'tarilib, sizlarga yangi bitta gulli yasashni o'rgatmoqchi edim. Duo qilib qo'yasizlar. Bu master-klassimiz sizlar uchun tekin. Xohlagan paytingizda YouTube kanalimizda ko'rishingiz mumkin. O'tkazib yubormasdan sekin ko'radigan bo'lsanglar, обязательно o'xshab chiqadi, Xudo xohlasa. Mana qaranglar, o'rtasiga uchli qilib yasab chiqamiz. Sekin olib boramiz. Bo'ldi, mashina o'zi yetadi bizga. Endi qaranglar, ko'rgan bo'lsanglar, nastoящий magnoliyada uchli o'rtasi mana bunaqa uchli bo'ladi. Temantlarda mayda narsachalari bor. O'sha mayda narsachalarni ham hozir qilamiz. Mana qaranglar. Pastroqga qilamiz, chunki u atrofida dumaloq bo'ladi uni. Pastlarida uchli qilmaymiz, uchini ozgina qoldiramiz. Uchlarni olib tashlab, atrofiga dumaloq qilib, mana uchtidan chiqamiz. Bo'ldi, dumaloq qilib atrofini. Agar ko'rgan bo'lsanglar, mana shunaqa atrofida mayda pestikchalar bor. Keyin uni biz sizlar bilan oddiy luboy uyda qanaqa kraskalar bor bo'lsa, akvarelnimi, professionalnimi farqi yo'q. Bolalaringlar maktabga boradigan, darsda bo'yaydigan kraskami farqi yo'q. O'shani olib sizlar bilan keyin bolalikni eslab rang berishni boshlaymiz. Menda o'zi hech qachon rasm chizishga qobiliyatim bo'lmagan. Shuning uchun tonirovka qilish menga ozgina qiyinroq. Kimda agar rasmlarni yaxshi chizadigan bo'lsa, как говорится, вам повезло. Sizlar уже master model yasash bo'yicha mutaxassis desa bo'ladi. Chunki master model yasashni asosiy qoidalaridan bittasi yaxshi rasm chizish. Agar yaxshi rasm chiza olsanglar, demak, gullarning tonirovkasini ham chiroyli qilib berasizlar. Tonirovka berish uchun ham rosa sabr kerak. Mana ko'ryapsizlar, atrofini dumaloq qilib chiqaman. Bitta rangda qilayotganimning sababi tagida ajralib qolmaydi. Mana telarini yaxshilab yopishtirib qo'yamiz. Rang berganimizda har xil alyapista rang chiqmaydi. Rang berishdan qo'rqmanglar. Mana telari qiyshuv bo'lsa hech narsa qilmaydi, chunki bu bizani magnoliyani ichida qolib ketadi. O'zi men buni yashil rang qilishim kerak edi. Lekin yashil rangim qolmaganligi sababli sariq qildim. No, tonirovka qilayotganimizda bu bunaqamizni yopib ketsak bo'ladi. Tak. Bu tarafini ozgina qilamiz. E'tibor beringlar, bu yog'i uchli, pasti mana bunaqa dumaloq bo'lishi kerak.
tepadagi qismini uchli qilinglar. Pastiga atrofidagi dumaloqni dumaloq qilib chiqinglar. Keyin sizlar bilan kraskalarni olib olib chiroyli qilib chiqamiz. Farforimizni ozgina qotirsak, shu yetadi. Chunki hozir agar mana shu yumshoq farfor ustidan kraskalaydigan bo'lsak, sizlar bilan hozir 5 minutlik qilgan ishimizni ketadi. To'g'ri yo'lga qarab. Shuning uchun mashina hozir uchli qilib olamiz. Keyin qaranglar, bitta porядокda bo'lishi shart emas. Aynan qanaqadir terlash texnikasi yo'q. Glavnisi tabiiy gulga o'xshab, proporsiyalari o'xshab chiqsa bo'ldi. Ko'ryapsizlar, mashina o'zi menimcha yetarli bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar. Bo'ldi, keyin mana bunaqa tiron lipistochkalarni qilib chiqamiz. Shu bilan davom ettiramiz. Buni ozgina qotiramiz 2-3 soat. Keyin sizlar bilan bo'yashni boshlaymiz. Hozir yasayotganim deb ideya kelib qoldi. Mana qaranglar. Mana buni uchlarini ozgina kesib chiqamiz. Ikkiga bo'linib turadi shunda. Tabiiy gulga ko'proq o'xshashi uchun. Uchli qaychi topa olmadim uni. Bu ham to'g'ri kelyapti. Mana uchlarini bitta kesib chiqamiz. Shunda chochilib chiqar ekan. Turib boshimga shunaqa ideyalar kelib qoladi. Rosa chiroyli chiqyapti. Bo'linib chiqyapti. Agar ko'rinayotgan bo'lsa sizlarga mana. Ko'ryapsizlar, dona bo'lib chiqyapti. Hammasini qilishga harakat qilaman. Atak hammasi bir xil bo'lishi shart emas. Ichkaridagilarni kesa olmasanglar, xavotir olmanglar. Ijod qilishdan qo'rqmanglar. Yasab ko'ringlar. Odamning nervlari ham uspokayivаться qiladi. Baribirga odam o'zini yaxshi ko'rgan hobbisi bo'lsa, ishdan kelgan, yildan kelgan maza qilib yasasanglar bo'ladi. Va eng yoqimli tarafi, sizlarga yoqadigan hobbi sizlarga ozgina pul ham keltiradi. Bu bonusi sifatida. Lekin ishdan charchab kelganingizda maza qilib yasasanglar bo'ladi. Mana sekin kesib chiqdim. Mana shu yetadi degan umiddaman. Mana ko'rinishi ham boshqacharoq bo'ldi. Ko'rdinglarmi? Chochilib chiqdi. Menga o'zimga yoqdi. Bo'ldi, endi buni qotiramiz, keyin sizlar bilan kraskalaymiz. Master klassimizni olishni davom ettiramiz. Gulimiz qotdi. Endi bunga tonirovka beramiz. Oddiy kistichka bilan sizlar bo'yanadigan tenglik kerak bo'ladi. Mana qaranglar, biz hozir o'rtasiga to'g'ri keladigan yashil rangini olamiz. Suxoy krasitelni birinchi berganimiz sababi ichlarigacha tushib yaxshi bo'yaladi. Endi jiddiy krasitelimizni olib, uchida ozgina qilib rang berishni boshlaymiz. Ozgina suxoydan olamiz. Tonirovkani berish o'zingizga bog'liq, qanaqa sizlarga ko'proq yoqsa, shunaqa rangda bersanglar bo'ladi. Ko'rasizlar, o'rtasini yashil qildik. Endi tenglarini ozgina fioletovoy rang qo'shamiz. Chunki buni tegi to'qroq bo'ladi, magnoliyani tegi. Ko'rasizlar, ichigacha kirg'izib olganman. O'rtada sarulari ham chiqib turadi. Bo'ldi, endi ortiqchasini qoqib tashlaymiz. Mana o'rtamizni korичневый aralash, zеленый, fioletovoy qilib chiqarib olamiz. Mana o'rtasi to'q bo'lishi kerak. Endi qaranglar, mana bu chetlariga biz korичневый оттенок beramiz. Kistichkalarni keyin
yuvorasizlar bo'ldi. Keyin yana boshqa gulga ishlatishlar mumkin. Qaranglar. Mana bu uchlariga kesib chiqqandek-ku qaychi bilan. O'shani uchlariga oттенок berishni boshlaymiz. Mana kapelkalari. O'ziga keraklilarini o'zi oladi, qo'rqmanglar. Teylari bilan. Keyin sizlar bilan gulimizni davomini yasaymiz. Mana ko'rasizlar. Uje gulni o'rtasiga o'xshab chiqdi. Uchiga ozgina beramiz. Agar rasm chizishni bilsanglar, undan ham yaxshi bemalol tonirovka berishingiz mumkin. Ko'rdinglar, chiroyli chiqdi. Endi gul davomini yasaymiz. Mana endi farforimizga rang aralashtirib davomini qilamiz. Bunimizga ozgina yana roza pigmentdan qo'shib qo'yamiz. Hozir tabiiy gulni anaqasini rasmini qarab chiqdim. Ozgina rozovoy tsveti bor ekan. Shunga ozgina qo'shamiz. Shunda bo'yli tabiiyroq chiqadi. Tonirovkasini berib rang berishga hech qachon qo'rqmanglar. Haliga rasmi bilan joylashtiraman, ko'rasizlar. Tabiiy gulni oldida. Bo'ldi, endi qo'limizni ozgina artib olamiz salfetka bilan. Endi sizlar bilan boshiga 3 ta lipistokni qilamiz. Qaranglar, o'yinchimizga vanil kerak bo'ladi. 3 ta bir xil dumalar sharik olamiz. Mana shu yetadi. Ozgina magnoliyani bagini lipistokini formasini berib qo'yish boshlaymiz. Formasini berishingiz o'zingizga bog'liq. Ozgina uchliroq qilamiz, to'xtaylik. Ustidan bosib. Bunaqa ingichka qilib yubormanglar, chunki bu quyiladigan modelka bo'ladi. Ozgina buklab. Ozgina kley surib yuboramiz. Ozgina kley. Tagidan yopishtiramiz. Bo'ldi, dumaloq beramiz magnoliyani. Bunaqasini. Bo'ldi, tagini qotiramiz. Keyingisini qilamiz. Ozgina ochliroq qilib hammasi bir xil bo'lishi shart emas. Kley qo'shamiz. Sizlarga quritish sekretini ham ko'rsatib beraman.
ozgina buklab olamiz. Kley. Mana 3-rangga qilamiz. Mana qaranglar. Endi gulimiz mana bunaqasidan yopilib qoladi. Agar quritish boshlasa yoki bu tarafga tushib ketadi. Buni quritishi bitta sekreti bor, bizga sharik kerak bo'ladi. Sharikimizni sredniy qilib pishiramiz. Tak. Ozgina havosini chiqarib yuborib. Mana masha bizga qani, yo'q bu katta ekan. Yana chiqarib yuboramizda. Rezinkada sharikimizni boylaymiz. Agar glinadan yasasanglar formelani ushlaydi, lekin farfor formasini ushamaydi yasayotganda. Mana ochib, o'rtaga sharikimizni tiqib. Bo'ldi, ana sharik ustiga qo'yib qo'yamizda. Sharikimizni ana tuxum manaqasi bor-ku, saqlaydigan, o'shani ustiga qo'yib quritamiz. Mana gulimiz ancha qotdi. Endi yana roza rang qilib olamiz. Endi bizga tegini kleylash uchun 5 ta bir xil dumaloq sharikchalar kerak bo'ladi. Farforilani yaxshilab aralashtirib olinglar. Ozgina ochroq qilsak bo'ladi bu tonidan, chunki pastiga baylari ochroq bo'ladi. Keyin ustiga tonirovka berishim sizga ko'rsatib beraman. Qaranglar. Endi bunimizdan teng qilib 5 taga bo'lamiz. 1 2 3 4 5. Mana qatras 5 ta chiqdi. Endi ustki qatlamini 5 tani qilishni boshlaymiz. Bir xil bo'lishi shart emas. Har xil bo'lsa hech narsa qilmaydi. Ozgina formasini o'ziga yoqadigan holatda. Eng chekka qismi orqa taraf akkuratni bo'lishi kerak. Mana qaranglar, bu yerdan boshlaymiz. 5 tani qilishi. Ozgina yopilganroq, ochilganroq qilib qursanglar bo'ladi. Kecha biz parkda ko'rgan magnoliyamizni baylari hammasi har xil tarafga ochilib yotdi. Shunga mana shunaqasidan yasayman. Baylari bittasi yopilganroq, ochilganroq. Dumaloq qilib agar 5 tadan ko'proq bo'ladigan bo'lsa, hech qisi yo'q. Meni o'ylashim bo'yicha 5 tamiz bizga yetadi. Bunaqa ingichka ham qivarmaylar, ingichka bo'lib ketsa sovunmaylar, yaxshi quyilmaydi. Mana bu 3 mm sredniy yasaydiganim. Atirgullarni undan ingichkaroq qilaman. Tabiiy gulga o'xshab chiqish uchun. Qo'shib tegini. Qo'shib bo'ldi, yana 2 ta qoldi. Shu tomondan bizga 6 ta kerak bo'ladi. 5 ta yetmaydi. 3 ta qilsak ham bo'lar ekan. Hozir ko'ramiz. Agar 5 tamiz yetmaydigan bo'lsa, to'g'ri qaytib yulib, 6 talik qiladigan qilib еще yana bitta qo'shamiz. Keyin bir-biriga yopishib qolmasligi uchun silab bilan orasiga strech paket qilib chiqamiz.
Mana sekin chiroyli qilib chetlarini tak tagidan ushlab turamizda. В принципе, достаточно bo'lar ekan. Bu tegini tekislab olamizda. Tagidan ozgina ushlab, чтобы unaqa qilmaslik uchun ozgina ochamiz. Chiroyli chiqyapti. Bo'ldi, endi buni sekin quritishga qo'yamiz. Bu ozgina holatda turib turaversin. Hozir biz sizlar bilan stretch paketni olamizda. Hozir qachimni oling. 5 ta bo'lagi bo'lamiz. Mana stretch paketda. Stretch paketim bor edi. O'shani 5 ta dona qilib kesib olamiz. Qo'rqmanglar, stretch paketga izi tushmaydi. Qaranglar, endi buni olib chiqishi uchun. Voy. Qo'rqmaylar deb o'zim qo'rqib ketdim. Ozginadan keyin 1 soat keyin yana formasini berib tekshirib qo'ysangiz bo'ladi. Glinada yasash osonroq. Glinada qiladigan bo'lsangiz, glinalar farforga nisbatan formani yaxshi ushlaydi. Mana ertalabdan sizlar bilan davomini qilamiz. Bugunchalik bu qochishga qoldiramiz. Qotgandan keyin sizlar bilan paketini olib tashlab, tonirovka berib, endi bemalol silikon bo'ladi. Buni ko'rasizlar, mana bunisi ozgina svisayt qilyapti. Bu svisayt qilib tushib qolmasligi uchun endi mana bu teklarini tashlab qo'yib chiqamiz. Vantlarni bosishga qo'rqmanglar. Ko'rasizlar, ortiqcharoq qo'yganman. Mana bu ozgina survorsanglar bo'ladi. Chunki mana bu tegiga biz poddon yopishtiramiz. Poddon yopishtirish bo'yicha ham alohida master-klasslarim bor. Oxirida masalan mana shu magnolarni qanaqa yopishtirish kerakligini ko'rsatib beraman. Formasini ozgina to'g'irlab ketamiz. Hozirdan uncha ko'rinmaydi nima bo'la qilganimizni. Tayyor bo'lgandan keyin ko'rinadi. Mana bo'ldi. Mashq holatida ertalabgacha tegmasdan sabr qilamiz. Ertaga davomini ko'ramiz. YouTube kanalimda qo'shilib tomosha qilayotganlar, YouTube kanalimni описаниесini qoldiraman. Telegram kanali vanillarimiz sotuvda bor. Silikon qolip yasash uchun barcha mahsulotlar ham gruppamizda sotadiganlarni silkalarini tashlaganman. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Bo'ldi. Bu bizda shunda 6-qism bo'lyapti. 7-qismni ertaga xudo xohlasa videoga olamiz. Salomat bo'linglar. 7-qismda uchrashguncha. Mana 7-qismni olamiz. Oradan 1 kun o'tdi. Aniqroq bo'ladigan bo'lsa, soat 10 soatcha o'tdi dedi. Mana endi paketchalarimizni sekin olib tashlaymiz. Ko'rasizlar, yopishmasdan chiqqan. Bo'ldi, endi ozgina shakl bersak bo'ladi. Masalan, chiroyli magnoliya chiqdi. Endi biz bu magnoliyamizga chetlarga ozgina tonirovka beramiz. Teskari qilib quritasizlar. Dальше bugunimizga yana 1 kuncha turishi kerak. Yaxshilab qurishi uchun. Tak. Endi biz sizlar bilan hozir tonirovka berishga o'tamiz. Berish uchun qanaqa machiqda kerak bo'ladi? Oddiy
uyda ishlatiladigan bacharka. Buni olamiz. Qo'llarimizni ozgina surib olamiz. 3 tomchi yetadi, unaqa ko'p kerak emas. Endi men har doim tonirovkani surishdan oldin tekshirib olaman. Ko'p surib olmaslik uchun. Kichkina farfor tuxumlariga ko'rsanglar bo'ladi. Ozgina surib olamiz. Endi qaranglar. Sekin asta-sekin uchlariga ozgina qizil berib chiqamiz. Faqat uchlariga. Tonirovka berganingizdan keyin gullilar yana ham ochilib chiqadi. Sekin berib chiqamiz. Ko'rasizlar mana farqini. Qizil berilganmi, berilmaganmi. Tonirovka berishda hech qachon unaqa qilmaydi. Erinmaydi. Tonirovka bilan esa chiroyli chiqadi. O'zingizga yoqqan rangda tonirovka bersanglar bo'ladi. Xohlagan ranglarni tanlab, обязательно men ko'rsatib berganimdek qilishinglar shart emas. O'zingizga yoqadigan rangda, yoqadigan tonlarda bersanglar bo'ladi. Mana teylariga ham ozgina berib chiqsak bo'ladi, ko'rasizlar. Bo'ldi. Farqdagi magnoliyadan bo'ldi. Endi qaranglar. Yana 1 sutka tursin. 1 sutka turgandan keyin hammani farqori har xil. Men har doim qattiqroq farqor qilishga harakat qilaman. Pishirganda farforinglar qotgandan keyin bemalol uzoq qo'ysanglar bo'ladi. Tegini cho'pchani olib tashlab, tegini yopishtirib, o'zingizga qanaqa qulay bo'lsa shunaqa qilib yopishtirib, keyin o'sha silikon qo'ysanglar bo'ladi. Buni ko'rasizlar, nasıl chiroyli chiqdi. Bo'ldi, shu bilan tugatsak bo'ladi. Qizlar, yana 2 kun turg'izib, buni qotirib, bemalol silikonga qo'ysanglar bo'ladi. Silikon quyishdan oldin obработка qilinglar, farfor yopishib chiqmasligi uchun. Ora-orada qotayotganini qarab tursanglar bo'ladi. Hozircha misol uchun formasi yoqmagan bo'lsa, ozgina o'zgartirib, har xil o'zgartirishlar kiritishinglar mumkin. Agar baylar yoqmayotgan bo'lsa, yana bay qo'shib, xohlagan usulingizda qilishinglar mumkin. Обязательно men ko'rsatib bergandek shart emas. O'zingizga yoqqan qilib, ko'nglingizga yoqadigan qilib. Mana shu bilan bizning magnoliyamiz tayyor. Xohlasanglar butonini ham yasashni o'rgataman sizlarga. Yoqqan bo'lsa, пальчик поставьте, пожалуйста. Juda ham xursand bo'laman. Подписка bo'lishni unutmanglar. Har kuni yangi gullarni yasashni YouTube kanalimga qo'yib boraman. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'lib yuringlar.